Shaytonni bolasiga qilgan nasihati: men o'lgach kasbimni aslo xor qilma. Insofsiz odamlar oldiga borma. Otangni bo'xtonga solgan o'shalar o'chimni olay deb teng kelib yurma. Qancha gunohlarni qo'rqmay qilarlar. Alloh ko'ryapti-ku, buni bilarlar. Ammo bo'lganida qilmishlari fosh, shaytonning ishi deb ro'kach qilarlar. To'g'ri, odamlarga g'avg'o solamiz. Kalima aytsa to'xtab qolamiz. Axir bandasiga ko'p imkon berdi. Bizchi bir kibr deya o'tda yonamiz. Ne qilsam barchasi rashkim tufayli, Allohga bo'lgan ishqim tufayli. Allohga ishqi yo'q, iymoni chala, o'zim jamlolmadi makrim tufayli. Jon bolam ulardan do'st qilib yurma. Shajaram, nomusim yerlarga urma. Ig'voying qilginda qochgin yonidan, tuban qilmishini guvohi bo'lma. Insondan do'st topsang, aytsin istig'for, shayton bolasiga ag'darmassin xor. Saboqlar olasan Alloh yo'lida, garda Alloh deya chiqqan bino. Makrimga uchgandan hazar qilaman, banda dushmanimdir, buni bilaman. Ig'voyim ustidan g'olib chiqqanga dushmanim bo'lsa-da havas qilaman.